Assalomu alaykum, hurmatli Instagram foydalanuvchilar. Mana toza Dehqon akamizdan terak ko'chatdi. Zo'ridan arzonini ushrab qoldi. Mana ko'k terak O'zbekiston sud 1 yoshligi, balandligi 3,5-4 metr atrofida. Ko'rsating aka terakni. Baquvvatligini ko'rsating. Mana bosh barmoqdagi ekan terakni yo'qoldi aka. Terakning yangimi deganlarga savol beradiganlarga mana nish. Men telefonimizni kamerasi u daraja zo'r emas, mana nish aka. Xudo xolasa bak yozyapti. Terakni ishonarli joyi mana. Arzon qilib berar ekan. Narx qancha buni? Aka 1,5 ming. 1,5 ming. Dastlabkasini qilib berasizlarmi? Dastlabkasi mingta olgan odamga dastlabkasi vodiy bo'ylab dastlabkasi beradi. Mana mingtadan oshiq odam olgan odamga dastlabkasi vodiy bo'ylab tekin ekan. Aloqaga chiqinglar, narxi 1,5 ming so'mdan, bo'yi 3,5-4 metrli terak. Teragimizni do'stlar soni chegaralangan, aloqaga chiqinglar. Mana Dehqon akamiz o'zi chiroyli qilib yetkazib berasizlarga. Assalomu alaykum do'stlar. Dehqon akamiz. Aka teragingiz arzoni ham bormi obunachilar uchun atalganlari? Ko'rsating arzonini. Telefon qilsa, Xudo xolasa yetkazib berasiz. Mana arzon aka. Odamdan anchadan. Odam bo'yi terak, odam bo'yi. Odam bo'yi. Ko'rsating yana boshqa odam bo'yi. Nech pul qilib berasiz shuni aloqaga chiqqanlarga? Aka aloqaga chiqib ko'proq olgan odamga 300 so'mdan qilib beradi. Ko'proq. Mingtadan oshiq odamga 300 so'mdan qilib berar ekan do'stlar mana. Teragimiz ko'ringlar mana. Odam bo'yi terak. Mana odam bo'yi terak. Akamizda terak ko'chatlari soni chegaralangan do'stlar. Tezroq aloqaga chiqsalar, Xudo xolasa yetkazib beriladi. Vodiy bo'ylab dastlabkasini kelishib qilib beriladi. Manzillardan tushuntirib qo'ying. Manzillar Farg'ona viloyati Quva tumani. Paxtabod. Akamiz o'zi aloqada telefon qilsalar, Telefon qilaverasizlar. Abdushi qilib beradi. Chegaralangan odam.